Biz yaqinda jamoamiz bilan birgalikda Toshkentga ketishni rejalashtirdik. Shuning uchun bir repetitsiya qilaylik deb kuni bo'yi Toshkentga kepirishni boshladik. Mayli onam, ishga ketdim, yaxshi o'tiringlar. Mayli bolam, amosa bor. Rahmat ona. Bugun kuni bo'yi adabiy tilda gapiramiz, bilasanmi? Oddiy shuni qayerdan olding? Do'stim? Bugun Hang bo'ladi. Hang? Ko'rganlaringizdek bolalar juda Toshkentcha kepirishga qiynalishyapti. Meni Toshkentda shermanda qilishmoqchi menimcha. Mana men mashinada ham Toshkentcha lobir-lobir qilib ketyapman. Bu yerda biz lyuk so'zining toshkentchasi qanaqa bo'lishi haqida gaplashib ketyapmiz. Biladiganlar kommentariyada yozib keting iltimos. mana bu yerdagi yamani mana to'g'rilashibdi. Tabriklayman. Sizlarning ham birovning bariga qo'lini qo'yib o'tiradigan do'stlaringiz bormi? Mashina yuvdiramizmi? Aytdim evat. Ishonmaysizlar, men kuni bo'yi bugun adabiy tilda kepirdim. Onasini yemsin degan issiq bo'lyapti. Keyin mashinamni yuvdirayotib menga bitta savol kelib qoldi. Mo'yka so'zi adabiy tilda nima bo'ladi? Mashina yuvish shoxobchasi.